Hop, qadrli o'quvchilar, bizning darsimiz ta'limda raqamli texnologiyalar fanidan bo'lib, biz bugun quyidagi mavzuni ko'rib chiqamiz. Bizning mavzuyimiz ta'limda raqamli texnologiyalarning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari. Adashmayotgan bo'lsam, ekran hammaga ko'rinmoqda. Ekran hammaga ko'rinmoqda, qadrli o'quvchilar. Hop, boshlaymiz unda darsimizni. Bizning darsimiz Hop, dastlab kirish qismiga keladigan bo'lsak, hop, kirish qismi. Darsimizning kirish qismiga keladigan bo'lsak, hop, nimalardan iborat? Ya'ni bugungi globallashuv va axborotlashtirish davrida raqamli texnologiyalar jamiyatni barcha sohalarda tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish nafaqat o'quv jarayonini takomillashtirish, balki bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish, ta'lim sifatini oshirish va ta'limning uzluksizligini ta'minlash uchun muhim vosita hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim tizimi, innovatsion yechimlar, sun'iy intellekt, raqamli platformalar va virtual muhitlarga asoslanmoqda. Ushbu maqolada ta'lim sohasida raqamli texnologiyalar rivojlanishining asosiy tendensiyalari va istiqbollari tahlil qilinadi. Hop, o'quvchilar quyidagi rejalarni tuzib olganmiz. Rejalarimiz shulardan iborat, ya'ni raqamli texnologiyalarning ta'limdagi roli, raqamli texnologiyalar rivojlanishining asosiy tendensiyalari, ta'limda raqamli texnologiyalar istiqbollari, xulosa va tavsiyalar. Darsimiz shularni o'z ichiga oladi. Dastlabki mavzuni ko'rib o'tadigan bo'lsak, bu raqamli texnologiyalarning ta'limdagi roli. Dastlabki rejamiz, uzr so'rayman, adashib ketdim. An'anaviy va zamonaviy ta'lim taqqoslanishi. An'anaviy ta'lim xususiyatlari. Darslar sinf yoki auditoriyada o'tiladi. O'qituvchi asosiy bilim manbai hisoblanadi. Dars jadvali qat'iy va aniq belgilangan. O'quvchilarning bilim darajasi standart usulda baholanadi. O'qituvchidan o'quvchilarga bir tomonlama ma'lumot uzatish ko'proq uchraydi. Afzalliklari: yuzma-yuz muloqot, jonli muhokama imkoniyati hamda ijtimoiy ko'nikmalar rivojlanadi. Nazorat qilish oson va aniq hisoblanadi. Kamchiliklari individual yondashuv imkoniyati cheklangan, tezkor o'zgarishlarga moslasha olmaydi. Ta'lim olish joyi va vaqti bilan cheklanadi. An'anaviy va zamonaviy ta'lim taqqoslaydigan bo'lsak, zamonaviy ta'limni xususiyatlarini ko'rib o'tadigan bo'lsak, masofaviy onlayn shaklda olib boriladi. Chunki masalan hozirgi kunda internet rivojlangani sari turli xil imkoniyatlar mavjud. Masalan, Zoom platformasi orqali yo bo'lmasa Telegram platformasi orqali bu darslarimizni olib borsak bo'ladi masofadan turib. Ta'lim resurslari raqamli shaklda taqdim etiladi. Har bir o'quvchi uchun individual yondashuv imkoniyati mavjud. Interaktiv vositalar, video keng qo'llaniladi. O'quv jarayoni istalgan vaqtda, istalgan joyda davom etadi. Moslashuvchanlik joy va vaqtga bog'liq emas. Afzalliklarini gapiradigan bo'lsak, o'quvchi o'z tempida o'qish imkoniyati mavjud. Ko'p funksiyali raqamli resurslar, multimedia testlar, simulyatsiyalar, keng qamrovli analitika va tahlil mavjud. Texnik jihozlarga ehtiyoj yuqori. Kamchiliklarini gapiradigan bo'lsak, o'quvchilarda o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalari bo'lmasa, natija pasayishi mumkin. Chunki hozirgi kunda bu hammaga ma'lumki, bolalarning 67,9% yosh o'smirlar internetdan yoki telefondan foydalanayotganda o'z diqqatini jamlay olmaydi. Chunki ular telefondagi boshqa dars o'rniga boshqa resurslarga e'tibor qaratishni o'zlariga moyil qilib olishgan. Kamchiliklari yana yuzma-yuz muloqot imkoniyati cheklangan. Hop, ikkinchi rejamiz raqamli texnologiyalar rivojlanishining asosiy tendensiyalari. Afzalliklari izoh mavjud. Raqamli texnologiyalarda masalan Zoom platformasida ham kommentariy qismi bor. Erkinlik va moslashuvchanlik. Talaba istalgan vaqtda darslarni ko'rishi mumkin.
kechasi dam olish kunlari, ish vaqti bo'shligida. Albatta, bu masalan ishlaydiganlar uchun ajoyib imkoniyatlarni paydo qiladi. Shaxsiylashtirilgan o'qitish, ya'ni sun'iy intellektga asoslangan tizimlar, masalan, Khan akademiyasi, Duolingo, shu kabi platformalar mavjud. Albatta, ChatGPT bu mustaqil ta'limni rivojlantirish uchun asosiy omillardan biri hisoblanadi. Bu hammaga ma'lum. Xalqaro resurslarga kirish, raqamli texnologiyalar orqali jahon universitetlari tomonidan taqdim etilgan bepul va pulli kurslarga ega bo'lish mumkin va hokazo imkoniyatlarga ega. Uchinchi rejamiz raqamli texnologiyalar rivojlanishining asosiy istiqbollari. Kelajakda raqamli texnologiyalar ta'lim sohasida yanada chuqurroq o'rin egallaydi, chunki kundan kunga zamon rivojlanib bormoqda. Raqamli transformatsiya tufayli o'qitish uslublari, baholash tizimlari va o'quvchilar bilan ishlash tamoyillari tubdan o'zgaradi. Eng avvalo, sun'iy intellekt asosida ishlaydigan aqlli o'quv platformalari rivojlanadi. Bu tizimlar har bir o'quvchini bilim darajasini real vaqt rejimida baholab, unga mos individual ta'lim dasturlarini shakllantiradi. Natijada umumiy darsliklar va standart yondashuvlar o'rnini shaxsiylashtirilgan o'quv kurslari egallaydi. Yana bir muhim yo'nalish shuki, bu sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan baholash tizimlarining rivojlanishidir. Imtihon va test natijalari nafaqat to'g'ri yoki noto'g'ri javoblar bo'yicha, balki o'quvchilarni fikrlash uslubi, xatolarni tahlil qilish qobiliyati va rivojlanish dinamikasi asosida baholanadi. Bu orqali ta'limda sifatsiz baholash va insoniy xatolar kamayadi. Albatta, bu texnologiyalar orqali haqiqatdan ham baholash tizimiga juda katta ta'sir ko'rsatilmoqda. Hozirgi kunda masalan aytadigan bo'lsak, har bir universitet o'zini baholash sistemasiga ega. Hattoki maktablarga ham bu sistema joriy etilgan. Masalan, bizani universitet TATUda LMS tizimi mavjud bo'lsa, qolgan universitetlarda HEMS. Maktablarda, butun O'zbekiston maktablarida hozirgi kunda an'anaviy baholashdan raqamli baholashga o'tilgan, ya'ni kundalik.com nazarda tutyapman. Albatta, raqamli texnologiyalardan biz to'g'ri foydalana olsak, biz o'zimiz uchun qulay imkoniyatlarni yaratamiz. Kuzatganingiz uchun rahmat. Darsimiz yaxshi va sifatli bo'ldi degan umiddaman. Hammalaringga kattakon rahmat o'quvchilar. Darsimizni shu yerda yakunlaymiz.